Zincir tozası, magnitollani doddasi. Tog'i? Nima qilyapsiz, tog'i? Ha, kel jiyan. Hijom olyapti turdim hozir, ha? Jiyan o'tirib tur, kofe ichib olay. Shakar kam bo'lib qopti-da. O'zi nimaga kelding, jiyan? Ha, ayam jo'natdi, tog'ingdan ish o'rgandi. Bo'ldi, o'rgataman, qiynalib qolmaysanmi? Qulog'ing shalpang qulog'imi? Hozir to'g'rilab qo'yaman. Qimillamay tur, qimillamay. Ha, ana, chippa chiroyli bola bo'lding, jiyan. Ketdik endi ishga. Voy, tog'a, Flavis korxonasida ishlaysizmi? Hada, mososramay o'tirib tushib ketasan. Voy, tog'a, qiynalib qolmaysizmi? Men sengani tirnoq o'stirib, qo'shin laminatsiya qiladigan erkaklardan emasman. Tashay yana. Tog'a, bu nima? Bu Flavis Books yangi chiqqan. Ichida Flavisning 6 xil ta'mi bor. Magazinga kelsang, Flavisni ba'zi ta'mlarni topa olmaysan, to'g'rimi? Endi magazinchilar mana shu Booksni olsa, klient so'ragan ta'mini olib beraveradi. Sinfdoshlar bilan, oshnalar bilan toqqa, choyxonaga chiqmoqchi bo'lsa, mana shu Flavis Booksdan bitta olib olaverasan. Lekin jiyan, mana dushesligi o'ta qichiq chiqqanda. Tog'a, yordamimiz kerak. Mana shuni ikkiga bo'lib olish kerak. Mashina buzilib qoldi. Bo'ldi, menda-ku. Tishni ikkiga bo'lib yubordi-yu. O'sha baroni. Hech narsa qilmaydimi, tog'a? Yosh bola ekan, qo'ying tog'a. Ish o'rganyapti, aralashdimi? Mana odamni sachi o'sadi-yu, jiyan. Sen xavotir olma, qo'lingdan o'sadi. Voy dada, yaxshimisiz? Ha, rahmat qizim, ancha yaxshiman. Kuyov, siz yaxshimisiz? Shu beparosat kuyovim bor deb baxillarni qattiq yeyishni ham bilmaydi. Qanani atanasiga qaynatan. Mana shu jichib ketsa ham o'sha deb yotib olasiz-a? Vahima qilmay kuyov bola. Meni ko'rganimni olib keldingiz. Moni olib keldim, moni. Helikopter. Nevarasi vertolyotini olib keldim, o'ynab o'tiramiz. Ukol vaqtingiz bo'ldi. Men ukoldan qo'rqaman. Sizga qilmayman-ku. Bo'pti, keling, sizga ham qilib qo'yaman. Kuyov bola, sen naroyoting siqilib qoldik. Juda bir besonaqasiz-da. Moshilanga nima qilyapti? Ukol vaqtingiz bo'ldi. Bo'ldi, men ukol qilib qo'yaman. Yo'q, o'zim qilaman. Yo'q, tuzalsa yaxshi tuzalsin deb kattasini olib kelganman-da. Voy, nima qilyapsiz? Qatirmang, dada, qatirmang. Kuyov bola, qatirmang. Ha, onasini ham sen boshqa joyga ketib qoldi. Bilsangiz qilmaysizmi, ha? Voy. Kuyov bola, olaymi narsalardan yeb o'tiring. Ko'chada ovqatlanib kelgandim. Shu yeganingizdan bir kosa olib kelmabsiz-da. Hamma tuz ishlamayaptimi? Agar ha desangiz ko'zingizni yuming. Noto'g'ri qilganda ukoldi. Voy, iflos. Trenddagi suvlardan ichib qo'yasizmi? Flavisda yangi chiqqan o'rmon mevali ta'mimi? Vo. Ichasizmi? Ha deganingizda berardim. Ammo zo'r suvda 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Ikkinchi ukolingizni oladigan vaqt bo'ldi. Dada, ikkinchi ukolni ham kuyovim qilsin desangiz ko'zingizni yumib oching. Yumib oching. Voy dadasi, qo'y, unaqa qilmang. Yana nimadir qilib qo'ymay, o'zim qilaman. Ko'zingizni yuming agar men qiladigan bo'lsam. Yo'q, men qilaman, hozir aytadi o'zi. Bo'ldi, men qilaman. Dada, Malibu'ingizni burrib, oldini yo'q qilib, labo o'qib qo'ydim. Ha, zarar ko'rdi, yana mashinani urdingmi? Dada, nabarot zo'ru, palasaga kelganingizda bunday qilib qarab qo'yasiz. Bosmadimmi deb. Dadam yangi mashina olibdimi? Solishli ekan. Dada, ruslar aka-ukalari bilan urdi. Endi nima yuradi? Ko'ziga atverka tiqib oldim. Uni nimaga shunaqa qiladimi? Choling beramisan. Dada, qarang, fint ko'rsataman.
Yo bolam. Hech qilmadi. O neyine? Dadammi? Men sizni ko'ryapman. Hordilar. Qochmang. Yuzingizni screenshot qilib oldim ko'zimda. Ayam qiladi. Jon bolam, faqat ayizga yetmay qolma. Xohlagan narsangizni olib beraman. Rosta. Qaydan olding qo'lingdagini? Aytaman, ona aziz, dadamni bitta toltayda bitta qiz bilan ushlab oldi. Yetmayman deganing-ku. Aytaman, gitasi yo'q ekan ichida. Men diskotekaga bormoqchi edim gitada, tufli bor joyga. Aya bitta toltayda bitta qiz bilanchi gaplashib turishgan ekan. Aytma, PlayStation beraman dedi. Yo'q deb sizga aytdim. Men hech kimman-da. Xotin, nima bering? Kitana win. Aya, fatality qiling.